Ana diyarımız O'zbekistonda 25-mart 2025-yil. Biza Parnik ko'chadamiz. Chekka Parnik ko'chada. Bir de 4 joyimiz bor, birsi qoldi. Joyimiz umumiy maydoni 160 metr kvadrat, 100 metr kvadrat tashkil qiladi. Hozir uyimiz ichiga kirib, umumiy razmerlari bilan obzor qilib ko'ramiz. Sizlarga obuna bo'ling, like bosing, обязательно like bosing. Uyga kiramiz. Görgəninizdən uyumuzun tashqi fasad tarafı polni travertinlari, oyna eshiklari chiroyli qilib tayyor. Uyimiz ham tayyor, ataplina qilib topshiriladi. Pol, patolog bo'lgan. Bir prixojining razmeri 250 ga 310, balandligi 310 qolgan. Patolog balandligi 310. Bir hol, ya'ni bizning tilda aytganda zal. Berimiz eni 310, bo'yi bo'lsa 560. Holdan chapa girsangiz mehmonxona, zal. Bir eni 3 metr, uzunasi 620. Birdan natajnoylari qilingan. Uyimiz narxini oxirinda aytamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga foydali bo'ladi. Bu ne ishlar qo'yilgan? Atapninalar двухконтурный kotyollar qo'yilgan bo'ladi. Holdan kelganingizdan keyin chapa chiqib kelsangiz zina chiroyli taxtadan qilingan, zinamiz kuyma emas, taxtadan ishlangan. Ustlari ham obshipka bo'lib tayyor bo'lib turibdi. Zinaga chiqmang, chap qo'lingizda vannaxonasi bor. Vannaxonaning razmeri 180 ga 260. Bu razmer hozir ko'p korpuslarimizda spanni qilib berilib turibdi. Oshxonamiz razmeri 310 ga 4 metr. Oshxonamizda fartuklar qo'yilgan. Beri двухконтурный kotyollar qo'yib beriladi. Bu yerdan bog'a chiqsangiz bo'ladi, kichkina bog'i bor. Bu yerda kichkina bog'i bor. Ya'ni bu barbekyuga, kolobka hisob foydalanish uchun. Eni 2 metr 198, bunini bo'lsa 660. Endi birinchi etajda bir dona spannimiz bor. Buna natajnoy patologlar urilgan, devorlari shpaklevkadan chiqib turibdi. Ben razmeri 3.05 ga 4 metr. Yani 3 metr 5 santimetr. Uzunasi 4 metr. İkinci sıraya çıkamiz. İkinci sırajdan 2 spanli, bir zal, bir hol var. Xuddi pastdagini razmerində dəpədən üstündən spanya tushgan. Endi ikkinchi spannimiz bo'lsa sal kattaroq. Bir 15 sm, 3.15 ga 4.05. Ikkinchi etajda boni yo'q, lekin katta holi bor. 8.45 uzunasi, eni bo'lsa 3.15. Katta hol. Bu yerda zalning ustiga yana bir zal tushgan. 3 metr, eni 3 metr. Faktически yana 3 metr 6.15 uzunasi, eni 3 metr. Ayna eshiklarimiz, pol patologlarimiz qilingan. Ayna eshiklarimiz Alux Antraksit degan profildan qo'yilgan, shishalar ham qimmat. Fordoish degan shishadan qo'yilgan. 180 ming so'm shisha kvadrat. Balkoni banda. Balkonning o'zi ham bir spanli, bir uchdan bemalol uxlasa bo'ladi. Yozdi kuni. Buning razmeri 270 ga 330. 270 ga 330. Balkon razmeri. Endi necha kvadrat bo'ladi? 330 ga 270. 10 kvadrat, 9 kvadratdan sal ozroq balkon. Balkonning oynalari ham, eshiklari ham panoramli eshik qo'yilgan, seyli shishali. Uyimizni bahosini keladigan bo'lsak, uyimizning bahosi 699 million. Bu videoni joy qidirib yurgan danish, bilishlarga yaring. Endi 700 million desam qimmat eshitiladi. 699 million desam arzon eshitiladi-da. Hujjat masalasi kerak bo'lsa, hujjat masalasi taq.
Sadəcə Wi-Fi-ni simlərindən girib tutdu.